amerikaliklardan o'rganishimiz kerak bo'lgan 3 ta narsa deganda xayolingizga nima kelyapti aka? Birinchisi bu mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, ya'ni accountability deydi. Ya'ni bu meni aybim emas deb bahona qilish o'rniga bu narsani tuzatishga, qaytib takrorlanmasligiga olib boradi. Bizda bo'lsa sistema aybdor, boshliq aybdor, pul yo'q, shunga o'xshagan bahonalar juda ham ko'p. Ikkinchisi bo'lsa vaqtni hurmat qilishadi. Ya'ni har bir vaqt bu pul degani o'tda, shuning uchun ham vaqtga juda ham e'tibor berishadi, vaqtni hurmat qilishadi. Bizda bo'lsa ishga kech kelishadi, uchrashuvga kech qolishadi. Sizni ham vaqtingizni, o'zini ham vaqtini hurmat qilishmaydi. O'zbekchilikda. O'zbekchilik ishni ham ko'pincha orqaga surishadi. Uchinchisi bo'lsa, Amerikada odamlar pul topdim deb darrov mashina, telefon, uy olishga harakat qilmaydi. Ular bu pulni o'ziga investitsiya qiladi. O'qiydi, o'rganadi, yangi skilllarni o'rganadi, yangi narsalarni o'rganishga sarflaydi. Bu bilan bo'lsa, topayotgan pulini karra-karra ko'paytirishga olib boradi. Men o'ylashimcha, mana shu 3 ta narsani bo'lsa ham o'zimizga ola olsak, juda ham ko'pgina o'zgarishlarga olib boradi deb o'ylayman.